Volga degan kinoni ko'rganmisizlar, xuddi o'sha kinodagi u qora Volga, bu oq Volga oqartirib qo'yishibdi. Xo'p, 67-yilda ishlab chiqarilgan diskalarni ko'rasizmi, ballonlar bilan qanaqa? Moshni holati, avtomat. Buni qarang, sizenalarni ham elektron sizena qo'yilgan ekan. O'zaniki bas bu sizena qo'yilgan bizga. Chunki replika sizenasi bilan общий bitta bo'ladi-da. Krupniy bo'ladi, общий qarang, orqalarini. Maza qilib yuborasiz, retro. Afshkalari ham o'ziniki turib torpedalarni ko'rsatdingizmi ko'rjasini? Afshkalarni qarang. 67-yil. Hozir 67-yil bo'lsa necha kirgan bo'ladi? Hozir 67-yil tug'ilgan. 68 ga kirgan, 57 ga kirgan bo'ladi. 58 ga kiribdi. 58 ga kiribdi bu mashina. Gazigacha bor ekan, metanigacha. Xo'p, buni hozir bagajni ochib ko'raychi, ochlar. Bagaj ochilar ekan. Gap yo'q, gazi bor ekan. Gazi, benzini, svechalari ham bor ekan. Xo'p, motor ходовой коробка ishi yo'q. Hozir akamiz yurg'izib berdi. Richaglarni ko'rdingiz. Avtomat o'g'ni. Richaga. Prosta bitta like bosib qo'ying. Bir paytlar bularda kimlardir zakslarga chiqqan. Balki ota-onamiz ham zaksga chiqqan. Kommentga yozib keting. Rasmlar turgan bo'lsa uyda. Hozir kapotini ochaylik mana. Bu qarang. Kapoti o'zi ushlab turibdi. 67-yil SSSR yozishini qarang. Delana va SSSR deb yozib qo'yibdi, ko'rdingizmi? Keltirib qo'yibdi. Xullas aytganimdek, yurib turgan narsa narxi $2000, narxi $2000, yana bir qator kelishasizlar. Generalniy оформление bo'ladi. Любой dokument Farg'ona shahrida turibdi. Like bosib tarqatib, zaksga chiqishgan bo'lsa ota-onangiz yozib keting, обязательно.